17 yil Musavvir davlatda ishlagan bir aka aytayapti-da. Ancha muddat Musavvir davlatda ishlab uyga bordim deydi. Uyga meni oshnalarim ko'rgani kelishdi deydi. Oshnalarim bilan yeb ichib o'tiribmiz. 3 ta o'g'lim bor edi, hali yosh edi. Shu 3 ta o'g'limga oshnalarim ichidan bir oshnam savol berdi deydi. Sizlar onalaringni ko'proq yaxshi ko'rasizlarmi yoki da otalaringni ko'proq yaxshi ko'rasizlarmi deb savol berdi. Shunda 3 ta o'g'lim ham birdaniga kulib, onamizni yaxshi ko'ramiz deb javob berdi. Shunaqangi o'g'illarimning gapidan, javobidan yuragim og'ridi, qalbim og'ridi. Hech kimga bildirmadim, kulib turibman. Yedik, ichdik. Oshnalarimni uyga kuzatdim, hammasi uyga ketdi. Boyagi gap miyamda aylanyapti deydi. Hech hayolimdan ketmaydi, chekkaroqqa o'tdim. Ayolimga ham bildirmadim, yig'ladim deydi. Bolada oldida kim ko'p bo'lsa, kim ko'p e'tibor bersa, kim ko'p yaxshi gapirsa, kim ko'p mehr bersa, o'shani yaxshi ko'radi-da. Meni ayolim har kun ularning yonida, men esa 17 yil ularning oldida bo'lmadim. Shu sababdan ular bor mehrini onasiga bergan deb hayotida bo'lgan voqeani xafa bo'lib aytib beryapti-da. Boyaga aka aytadi, men 17 yil kim uchun qiynaldim? 17 yil shular uchun sharoit qildim-ku, 17 yil shular uchun sog'ligimdan kechdim-ku, 17 yil shularni sog'inib, shularga sharoit qilib yashadim-ku. Nimaga buni bolalar tushunmaydi, deyapti-da. Endi bu video eri bilan yaxshi yashaydigan, eri bilan baxtli yashaydigan hamma ayollarga tegishli-da. Erkak kishi ko'chani odam bo'ladi. Erkak kishi ko'chada bo'ladi doim. Erkak kishi ko'chaga mehnat qilgan, chiqib ketgan bo'ladi. Uyda esa ayol kishi o'tiradi-da. Farzandlar tarbiyasi ayol kishiga bog'liq. Shu bolalaringga tarbiya berayotganda shunaqangi tarbiya beringlarki, o'g'lim, qizim, seni dadang biz uchun qiynalib ishlayapti. Seni dadang biz uchun sharoit qilyapti. Seni dadang sizlarni oshnalaringdan, dugonalaringdan kam bo'lmasliklaring uchun shunchalik 17 yillab Musavvir davlatda ishlayapti deb tarbiya berish kerak-da. Sizlardan kimdir dadalaring yaxshimi, ayalaring yaxshimi deb so'raganda, dadam yaxshi, keyin ayam yaxshi deb javob beringlar deb tarbiya berish kerak-da bolaga. Nimagaki erkak kimdir kelib otani oldida o'g'liga yo qiziga sen otang yaxshimi yoki da onang yaxshimi desa, shu bola otam yaxshi desa, sarflagan umriga erkak achinmaydi-da. Sarflagan vaqtiga erkak achinmaydi. Qiynalganiga, ketgan kuchiga achinmaydi-da. Men deydi, to'g'ri sarflagan ekanman. Shu farzandlarimga shuncha umrimni sarflab deydi. O'shaning uchun farzandga tarbiya berayotganda ayollar hushyor bo'linglar, erkaklarning ko'ngli o'ksib qolmasin. Mana shunaqangi narsalar sizlarga o'rnak bo'lsin.